150 kvadrat metrli kafe restoran mebeliga qancha pul ketadi? Hozir hisoblaymiz. Eng ko'p sotiladigan Lawrence, Nordic va Toshkent modellarini hisoblaymiz. Zo'r taklifimiz bor, buni videoning oxirida bilib olasizlar. Taxminan 5 ga 30 joy deb olaylik. Lawrence modelimizdan 22 ta 4 ta stulli va o'rtada 11 ta 2 ta stulli joylashtiramiz. Tiqilinch qilmasdan ofitsiantlar bemalol harakatlanadigan joy bo'ldi. Jami 110 kishiga. Summasi 130 million bo'ldi. Seul Munda joylashgan kafe xuddi shu modelimizdan xarid qilishgan va 2025-yilda top darajaga chiqqan sotuvda bu modelimiz ko'plab restoran kafelarda uchratishingiz mumkin. Keyingisi Nordic modeli. Lawrence'dan sal kattaroq va qo'l qo'yish uchun qulayligi bor. Bu modeldan ham xuddi shunaqa 110 kishilik joy qilamiz, summasi 150 million bo'ladi. Bu modelimizni Bon Mangal restorani xarid qilishgan. Oxirgisi Toshkent modeli. Shu sanaganlarimiz ichida eng qulayi va eng kattasi. Dizayni ham juda ham chiroyli. Bu modelimiz Lokmako filiallarida turibdi. 150 kvadrat metrga 110 kishilik joy qilsak, narxi 175 million bo'ladi. Endi videoning oxirida aytaman degan zo'r taklifim. Bizdan istalgan buyurtma qilgan mebelingizni premium bo'ladimi, budjetli bo'ladimi, farqi yo'q. 3 oyga ustiga bir so'm qo'shmasdan o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Bizdan noqulay mebellarni ham, budjetli mebellarni ham zakaz qilsangiz bo'ladi, chunki Oqtepa lavashga mana qilib berganmiz. Hozirroq kommentariyaga necha kvadrat metrga mebel hisoblab beringlar, yozib qoldiring yoki ekraningizdagi ushbu raqamlarga telefon qiling, bemalol bepul konsultatsiya soatlab o'tirib gaplashamiz. Furniklass aloqada.